Toshkent ilmiy tajriba stansiyasining olma bog'ida yanvar oyining birinchi dekadasida yahob suvlari berish ishlari amalga oshirilmoqda. Videoni kuzatib boring. Yahob suvi nima kerakligi bo'yicha batafsil tushunchalar berib boramiz. Yahob suvi berishda mevali bog'larda yanvarda birinchi dekadasida birinchi yahob suvi, fevral oyining birinchi dekadasida ikkinchi yahob suvi berish tavsiya etiladi. Mevali bog'larda asosan 2 marta yahob suvi beriladi. Yahob suvini berishni birinchi sababi, eng asosiy sababi, yahob suvi berilganda kechqurun yer maydonlar hammasi muzlaydi. Qishlab qolgan zararkunanda hasharotlar nobud bo'ladi. Yahob suvining yana bir ikkinchi sababi, yahob suvi berilganda yozdagi suv tanqisligini oldini oladi va yahob suvining foydasi yozda suv ehtiyojini kamaytiradi. Uchinchi sababi, daraxtlarning bahorda ko'karishini kechiktiradi. Bahordagi vegetatsiyani kechikishiga sabab bo'ladi. Bu daraxtlarda uyg'onganda rivojlanib ketishiga foyda beradi. Erta bahorgi sovuqda daraxtga zarar tegmasligining oldini olinadi.